Keyingi o'tadigan mavzularimizdan bittasi bu used to, get used to be used to bo'ladi. Bu ham juda oson mavzu, lekin juda kerakli mavzu. Speaking, writing uchun juda yaxshigina ball beradigan grammatika. Demak, present simple bilamiz. Hozirgi zamonda takroriy ravishda bajarilgan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Used to bo'lsa o'tgan zamonda takroriy ravishda, ya'ni takroriy ravishda bajarilgan ish harakatlar uchun ishlatiladi. O'sa o'tgan zaman men nima qilaman? Oldinlari men ko'p uxlashga odatlanganman va used to ni ham tarjimasini bitta eslab qolingiz, odatlangan degani. Odatlangan. Men o'tgan yili ko'p uxlashga odatlandim. Men oldinlari ko'p o'qishga odatlanganman yoki men PUBG o'ynashga odatlanganman. Doimo PUBG o'ynardim o'tgan safar, to'g'rimi? Men doimo ustozdan tayoq yeyishga odatlanganman. Ana shunaqa laydi, shunaqa gaplar. O'tgan zamonda biror ish harakatni ko'p marotaba qilgansiz-ku, ana shu uchun used to ishlatiladi. Takroriy ish harakat hozirgi zamonda present simple ishlatilsa, o'tgan zamonda used to ishlatiladi. Bir marta qilingan bo'lmasligi kerak. Agar o'tgan zamonda bir marotaba ustini tayyorlagan bo'lsangiz, past simple ishlatavering. O'tgan zamonda ishlatavering. Agarda o'sha ish harakat takrorlashda har safar ustini tayyorlagan bo'lsangiz, unda used to ishlatilishi kerak bo'ladi. That's good. Darak so'roq imkonlarini ko'rib chiqamiz. Darak shakli egadan keyin to'g'ridan to'g'ri used to ishlatiladi va fe'l bir bo'ladi. Misol uchun, I used to study a lot. Men ko'p o'qishga odatlanganman. Oldin ko'p o'qishlarga odatlangan edim. Yoki he used to sleep a lot. U ko'p uxlashga odatlangan edi oldinlari. Yoki we used to read books. Bizlar doimo kitob o'qishga odatlanganmiz. Yoki ustoz, they used to play phones. Ular telefonlar o'ynashga odatlangan. Doimo PUBG o'ynashga odatlangan yoki I used to play PUBG Mobile. Men PUBG Mobile o'ynashga odatlanganman. I used to lie to teacher. Ustozni aldashga, ustozga yolg'on gapirishga odatlanganman. Yoki they used to do something. Nimadir qilishga ular odatlangan. Used to. Mana hammasi subject keldi, used to kelyapti va siz nima ish harakat qilishga odatlangan bo'lsangiz, used to dagi asosiy fe'lni qo'ying. That's good. Inkor shakli sal boshqacha esladi. Inkor shakli egadan keyin bizada past simple yordamchi fe'li did not orqali yasaladi. Endi used emas, used to bo'ladi. Used to plus verb one bo'ladi. Bu o'sha ish harakatni qilishga odatlanmagan bo'lasiz. Misol oldinlar men nima qilishga odatlanmaganman? I did not used to smoke. Misol uchun oldinlar chekishga odatlanmaganman men. Chekishga odatlanmaganman. O'sha ish harakat qilishga odatlanmaganman. Yoki he did not used to sleep a lot. U ko'p uxlashga odatlanmagan. Yoki we did not used to study. Ya, biz bunaqa ko'p o'qishga odatlanmaganmiz. Oldinlar deyarli o'qimas edik. Demak, they did not used to play. Ular oldinlari telefon o'ynashga odatlanmagan. Play the phone, telefon o'ynashga odatlanmagan yoki har xil futbol. They didn't used to play football. Oldinlar ular futbol o'ynashga odatlanmagan. Mana hammasi ega kelyapti. Past simple inkor shakli did not kelyapti. Endi used bo'lmayapti degan used to. Used to dan keyin siz qilgan asosiy ish harakat keladi bu yerda. Ana shunday. So'roq shakli bo'ladigan bo'lsa, past simple so'roq bilan deyarli bir xil esadi. Did plus subject, did ignoringga chiqadi doimo. Va bunda ham used qo'yib qo'ymaysiz. Used to plus verb one. Biror ishdan so'raysiz, siz nima qilishga odatlangansiz desa, misol uchun siz onlar nima qilardingiz doimiy ravishda desa, demak, what did you used to do? Before deb qo'yamiz. Used to do before. Siz oldinlari nima qilishga odatlangansiz? Mana did subject used to va fe'l bir kelyapti. Yoki aytamiz. Did he used to play pubg bo'lami? Shuni yozamiz. U PUBG o'ynashga odatlanganmi? Yoki did they used to study a lot? Ular o'zi ko'p o'qishga odatlanganmi? Oldin men ko'proq material beraman bularga. Yoki did she used to make up? U misol uchun bo'yanadi-ku, nima deydi? Bo'yanmoq. Xullas, u oldin
bo'yanishga odatlanganmi degani. Oldin bo'yi ko'p bo'yanganmi, oldin ko'p shpaklevka qilganmi, shu narsaga odatlanganmi degan ma'noda ishlatiladi. Zo'r. Darak shakli used to'dan keyin fe'l bir keldi. Inkor shakli did not used to bo'ldi. So'roq shakli doimo did egdan oldinga chiqdi. Mana bu used fe'l ikki bo'lmasin, fe'l bir bo'lsin, so'roq va inkor shakllarda va bu o'tgan zamonda nima ish harakatni doimiy ravishda bajargansiz, nima ish harakatni takror ravishda bajargansiz. Shu uchun ishlatiladi. Buni to'liq yozib olasiz. Videoni to'xtatib to'liq yozib olasiz. To'xtatmay tursin videoni. To'xtatib qo'yma. To'liq yozib olganingizdan keyin endi get used to bilan to be used to ga o'tamiz. Get used to be used to birozgina farq qiladi. Used to dan keyin fe'l bir kelsa, get used to be used dan keyin fe'l ing keladi. O'shani ham birdan o'tib ketganimiz yaxshi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Xo'p. To be used to va get used to dan keyin eslab qoling. Bular ham bir xil ma'noda ishlatiladi. Faqat bitta farqi used to dan bitta farqi, bularda fe'l ing ishlatiladi. Misol uchun oldinlari ustoz I was used to coming late. Oldinlari kech kelishga odatlanganman men. Mana was to be bo'lgani uchun men bu yoqqa fe'l ing ishlatyapman. Yoki he was used to disturbing our lesson. Ular doimo bizning darsimizni buzishga odatlangan. Darsimizni buzib berishga odatlangan. Mana was kelyapti, used to dan keyin yana o'sha fe'l ing ishlatilyapti. Yoki get used to ni yozamiz. Xo'p, we get used to sleeping a lot. Biz ko'p uxlashga otlanganmiz. Ing bo'ldi, sababi get ishlatilgani uchun. They get used to playing PUBG. Ular PUBG o'ynashga odatlangan. Deyarli used to bilan bir xil ma'noda ishlatiladi, chunki ertagisiga readingda yoki writing yoki speakingda mana bu was bilan get ishlatdingizmi, iltimos sizdan used to dan keyin kelgan fe'lga ing qo'shing. Keyin mabodo grammatikada kelib qoladigan bo'lsa ham xuddi shunday chalkashadi. Pastda was'ni beradi, word'ni beradi yoki be'ni beradi yoki got o'rniga got fe'l 3 ni beradi yoki fe'l 2 ni beradi degan. Mana bu used to dan keyin fe'l 1 qo'yasanmi, fe'l ing qo'yasanmi deb beradi. Esdan chiqarmang, agar used dan oldin was yoki get bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi fe'limiz ing bo'lsin. Used to ni o'zi bo'ladigan bo'lsa, fe'l 1 bo'lishi shart. Bu esdan chiqmasin. Mavzularimiz shular asosan.